أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Abul Barakat an-Nasafi rahimahullah yazgan Manarul Anvar namlıq usul kitabının metninin şerhisi Nurul Anvar namlıq Mulla Ciyun rahimahullah yazgan Nurul Anvar namlıq kitap geldik. Kitapniki yani xas bölümünün tarmıqı bolgan, xas bölümünün tarmıqı bolgan emir, yani buyruq tarmıqı ketip atamiz. Biz aldığımız derste xasliki ta'rifida, emirning ta'rifini qilgandik. Onun kenedin emirning ikki xil. Bizning musannif emirniki ikki xil alohidligini dimnan so'zlagan edi, dimnan. Dimnan so'zlab, undan keyin uni birini musannif bizga alohida qasddan so'zlab bergan edi. Ya'ni emir mutlaq vücudni ifodalaydi. Bu ne bu taradüf emas, bu ne iştirak emas degan edi. Uni dimnan so'zlab bergan edi, dimnan. Ya'ni bu musannifniki matnda uch kelmagan, lekin shu yahtassu al-muradu bi sighatil amr degan bir so'z bilan matnning yahtassul amru yahtassu muradul amri bi sighatil amr degan shu bir jumla bilan bizga Şarih rahimahullah nimani chiqib bergan edi? Bunun tigida mazmunida nefyul ishtirak bilan nefyul taraduf ba deb shuni tushunib bergan edi. İştirak degan nima, taraduf degan nima biz tushundingizlar. Endi oldingi darsda bizga Matin rahimahullah uchuq alohida qasddan ya'ni maqsudim bizat qilib alohida keltirdi narsani nimani emirniki taraduf emasligini. Taraduf emasligini, yani emir sig'isi nima emas, ko'p ma'nilik emas. Emir sig'isi ko'p ma'nilik emas. Ya'ni emirdan fiil ham murad, nima murad demaymiz. Emir sig'isi ham murad demaymiz. Ya'ni faqat vojib degan bu hukm faqat nimadan chiqadi? Emir sig'isidan chiqadi, nimadan emas, fiildan emas degan mazmunni uch so'zlagan edi. Endi bugungi darsimizda bo'lsa, nimani so'zlab berdi bizga qasddan qilib nafyil ishtirokni so'zlab berdi. Nafyil ishtirok. Ya'ni amr sig'isidan vujub, uning kenidan ibaha, uning nadb uch hukm hammasi chiqmaydi. Faqat mutlaq amrdan faqatlam vujub qilib chiqadi. Ya'ni demak bu uchning o'rnida nima emas, amr degan gapniki, amr degan ishtirok emas. Kalima ishtirok, kalima mushtarak emas. Na mushtarak lafzi emas, na mushtarak ma'naviy emas. Bu amr degan xos so'z. Ya'ni mushtarak degan bobiga kirmaydi bu. Bu degan nima? Bu xos bobidan. Xos degan faqat bir ma'nodan dalolat qiladi. Ma'lum bo'lgan bir ma'noga dalolat qiladi. U bo'lsa-mu vujub degan. Mushu mazmunni bilgan so'zlab berdi. Endi oldi bilan biz numsiku zimamal mas'ala. Nega bu numsiku zimamal mas'ala degan gap biz o'qimoqchi bo'lgan bu masalaniki nuqtasini tutib olamiz. Xuddi otning nuqtasini yugani tutib olgandek, masalaning nuqtasini tutib olsak, xuddi ot qochanmagandek masala bizni nima qilmaydi? Qochanmaydi. Endi masalaning nuqtasi nerda? Bu yerda. Qaranglar. Masalaning nuqtasi matnda. Shu matn degan nima? Ulug'. Matndagi barakat bor. Matnda ilm bor. Shuning uchun biz matnni yodlaymiz. Aldı bilan biz Abul Barakat an-Nasafi rahimahullahning mush mavzudagi matnni kamil o'qib chiqamiz. Undan keyin sharhga o'tamiz. Ya'ni kallamda cho'qim bir muhim bo'lish kerak bo'lgan bir ish. Matnni qo'yib sharhiga tushib ketsanglar, hech qanday foydalanmaysizlar. Tushundingizmi? Man qara'al hawashi ma hawa shay. Man qara'al hawashi ma hava şey. Yani şerhi okuyan adam hiç kimini üstüne alamaydı ahirde. To'xtama şerhi okuyan adam ahirde deryağı bir galvir süvetini silip kütesi hiç kimi qilmagandek hech qanday suv chiqmaydi. Çünkü biz bizniki asas tiklaydigan ta'sis asas maqsadimiz nima bo'lishi kerak? Matnda bo'lishi kerak. Nima uchun? Sharhlar
qo'shimcha. Yana matndan tushunolmay qolgan yerlarni nimadan sharhdan foydalanamiz. Matn asal sharh asal emas. Uchun odamma. Musannif Abu Barakat an-Nasifi rahimahullohniki o'zilik matn mush masaladagi matn qazid sanglar. Yani mucabul amr. Bu yangi o'qigan masalamiz mucabul amr. Amrdagi hukm degan gap. Amr vojib qiladigan narsa degan gap, ya'ni amrdan chiqadigan hukm degan gap. Ve mucabuhu el-vücub mesela ve mucabuhu el-vücubu. Yani emrden çıkıdığan hüküm, yani mutlak emre mukayyet emez. Kaylinesiz. Mutlak emrden çıkıdığan hüküm fakatlam vacipliktir. Len nedbu vel ibahatu vel tevakkuf. Len nedbu vel ibahatu vel tevakkufi. Yani bunundan ne mustahab hüküm çıkmaydı. Ne dediğin sünnet ve mustahabki ikisiga ortak. Ne bunundan sünnet ne mustahab hüküm çıkmaydı. Ne ibaha yani mubahlık. Kılsı mı bulduğun, kımısı mı bulduğun hüküm çıkmaydı. Ne bunundan tevakkuf, toktap duruş. Toktap duruş diye hüküm çıkmaydı. Yani hem de bu musannif şarih muşun tefsiri istedik. Hemen tefsiri birden tüvenden izahlap verildi. Ne dip digenler, ne mi digenler, vaciplik digen, emir digen, talep digen asli bir narsani qil degan gap, bir narsani qil degan gap. Tabii ki bir narsani qil degan gapniki eng tuvan darajasi mustahablik. Yani qilsang yaxshi bo'ladi, qilmasang gunoh bo'lmaydi degan eng tuvan darajasi shu. Shuni biz shu tuvan darajasini tutmaymiz deydi. Ne deb deganlar? Iboha deganlar jo bir narsani emir degan, bir narsani qilsang bo'ladi. Bir narsani qilsang sana ruhsat berilgan, sana izni berilgan degan gap. Shuning uchun buniki biz en uch tarafga o'rtaq bo'lgan bir nusva, vojibdimi, ma'ashni qilsang halol degan gap bor. Mubahdimi emas, nedibdimi, mandubdimi, ma'ashni qilsang halol degan gap bor. Mubahdimi, ma'ashni qilsang halol degan gap bor. Demak biz o'rtaq tarafini tutmaymiz. Shuning uchun nedib deganimiz iboha qilganimiz eng afzal, mutlaq amirdan. Faqatlam qayini kelgan joydan vojibni bilamiz deydi. Üçüncüsü tevakkuf. Tevakkuf deganlar nima deganlar? Tevakkuf deganlar bu emir deganlikki 16 xil ma'nosi bor. Emir sig'isining 16 xil ma'nosi chiqadi. Shu 16 xil ma'nosining xosligiga kelishini faqatlam qayini kelganda ondan bilamiz. Qayini kelamiz mutlaq emirdan hukm olmaymiz, hech qanday to'xtab turmaymiz deydi. Tushunarmi? Endi Savaun kana bizniki mazhabdagi al-mu'tamad, kalamul mu'tamad mana bu shu. Emirniki mucibi nimedor? Vücubtur. Çünkü nima uchun desa, emir degan asli qo'yilganda, nima uchun qo'yilgan? Talab uchun qo'yilgan. Ya'ni bir ishni talab qilish bil ilzam. Lozim qilish yo'li bilan talab qilish. Qo'yilgan asli qo'yilganda va bizning dalillarimiz bu tuvanda keltirgan. Dalillarmi shuniki ixtiyorning yo'qligini. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de "Ma kana li mu'minin ve la mu'minatin en yekuna lahumul khiyaratu ma kana li mu'minin ve la mu'minatin idza qadallahu ve rasuluhu emran en yekuna lahumul khiyaratu min emrihim" diye ayetin manası bu. Mümin ayolga Allah'ın Resulü bir hükümni kılsa, bu hükümni Allah'ın Resulü'nün emrini kabul kılış, kabul kılması ihtiyarı bulunmaydı. Bunu çok cezmen kılış gerek diyen delil bilen biz ne bakımız emir diyen mutlaka emir ne ifadeydi o? Vücub ifadeydi. Şunalma bu başka nedip ibahate vakti demez. Bunda diyenlik yani leyse bu müşterek, bu iştirak emez. Bu ya ne iştirak lafzi emez, ne iştirak manevi emez. Hem de iştirak lafzi, iştirak manevi diyen ne diyen gap desana? İştirak lafzi diyen gap mesela kelimet Qur'u. Qur'u diyen söz iştirak lafzi. Yani destek koyulganda vadi'ul lugat, Arap dilini tüzgüçeler destek şu sözünü koyulganda hayiz ve paklık deb iki sözü koyulgan. Bir çağda hayiz, bir çağda paklık ifade edilir. Yani destek koyulganda köp ma'niga birden köp, ikkidan köp ma'niga koyulgan söz nima deb ataladi? Müşterek lafzi deb ataladi. Endi bizda müşterek ma'naviy bor. Müşterek ma'naviy. Müşterek ma'naviy degan destek qo'yilgan vaqtida bir narsaga qo'yilgan. Lekin bu bir narsa bir muncha afratlarni ichiga oladi. Bir muncha afratlarga müşterek. Mesela kelimeti insan. Bizdeki kelimeti insan degan sözümüz. Asli qo'yilganda bir jinsi qo'yilgan. Eshakka, himarga emas, otga emas, qo'yga emas, faqat inson degan bir jins qo'yilgan. Bir jins qo'yilgan, lekin shu jinsdagi hamma partlarini ichiga oladi inson degan so'z. Bir inson keldi desam,
Bimirza keldi, To'xti Mehmet, Muhammed keldi, Abdullah keldi. Qaysi kelsa bo'ladi chiqib. Demak, hammasiga nima bo'ladi ekan? Hammasiga o'rtaq. Mushu jihatdan nima deb atalgan bu? Mushtarak, ma'naviy tushundingmi? Endi Zayd desamchi. Kalimatu Zayd. Zayd degan so'z mushtarak ma'naviymi, mushtarak lafziy bo'lamdi? Kalimatu Zayd degan na mushtarak lafziy bo'ladi, na mushtarak ma'naviy bo'ladi. Undan olmaydi. Nimishqa? Zayd degan xos. Tushundingmi? Zayd degan xos. Bu mushtarak emas. Ya'ni nima jihatdan danglar? Siz o'ylaysizlar Zaydning nechisi bor deb o'ylaysizlar. Ya'ni vada degan gap bo'lmaydi. Quyilganda bu Zayd degan ism faqat bir odamga qo'yiladi. İnson degan ism bir odamga qo'yilgan bilan bir muncha qo'yilganda qo'yilgan vaqtidami bir odamga bir muncha farqlarni o'z ichiga oladigan shaklda qo'yilgan. Lekin Zayd degan ismchi dastlab qo'yilganda faqat o'sha odamga qo'yilgan. Zayd degan dastlab qo'yilganda faqat o'sha odamga qo'yilgan. Tushundingmi? Bu shuni qaranglar. Demak, bizda amirniki sig'isi, amir sig'isi na mushtarak lafziy emasdir, na mushtarak ma'naviy emasdir. Bu nimadir? Xosdir, ya'ni nima vujub. Faqat vojiblikni ifodalaydi. Endi savaun kana ba'da al-hadri va aw qablahu. Ma'jumimizga qaranglar. Ya'ni bu vojiblik degan amirniki hukmi, vojiblik degan bu hukm qo'yi hazirdan keyin bo'lsin yoki hazirdan burun bo'lsin. Ya'ni Alloh taolo bir ishni cheklagan bo'lsin. Bu amr sig'isi bir ishni cheklab qo'ygandan keyin bo'lsin yoki cheklab bo'lishdan burun kelgan bo'lsin. O'xshash nimani ifodalaydi? O'xshash vojiblik hukmini ifodalayveradi. Anda chunki nimishqa ba'zan ko'z qarashli odamlar bor. Ba'zi usulshunoslar lafz hazirdan burun bo'lsa vujubni ifodalaydi, hazirdan keyin bo'lganda mubahni ifodalaydi yoki nadrni ifodalaydi degan ko'z qarashliklar bor. Shuningga raddiya qaytarib, yo'q bu nima amr qo'yi, nimadan burun kelsin? Amirdan hazir cheklamadan burun kelsin yoki cheklamadan keyin kelsin, o'xshashlar nimani ifodalaydi? Vujubni ifodalayverdi. Lekin ularniki gaplarga hammasiga musannif sharh tuvanda tafsili nima javob berib chiqadi. Masalan, va idha halattum fastadu degan oyatni qaraydigan bo'lsak, ya'ni sizlar ihromni ishlasanglar, o'risanglar bo'ladi dedi. Mana bu mubah uchun emadiki, amri mubah uchun deb biz mubah ma'ni aytdik. Nima mubahlab qoldi desa, ba'zilar nima deydi? Chunki bu hazirdan keyin kelganlik uchun, ma amr mubahlikni ifodalaydi deganlar bor. Bunga nima deb javob berdi ahnaflar? Bu yerdagi mubahlik bu yerdagi bu amrdan ifodalanmagan. Asli Alloh taolo ihrom bog'lovchilarni o'lashni to'sdi bir oyatda, nima cheklandi. Uningdagi oyat cheklangan, oyat keldi. Oyat kelgandan keyin biz bu mubah uchun ekan deb bildikmi desa, biz bu oyatni bilmadik buni. Biz yana bir oyatda uhillalakumut tayyibat degan oyatni bildik. Sizlarga tayyibatlar halol qilindi degan oyatda, ya'ni sayd mena tayyibat. Sayd o'lashmu tayyibatning qatoridan. U umum holatda, demak asl qoidada o'lash nima halol. Lekin faqatlam u ihrom bog'lagan holatda nima bo'lib qoldi? Ihrom bog'lagan holatda harom bo'lib qoldi. Demak, u hazirdan keyin kelsa mubahlikni bildirdi. Hazirdan burun bo'lsa, nimani bildirdi? Vojibni bildirdi degan emas bunday maqsad. Uningki mana dalil va mujabuhul vujub, amrniki mujibsi vojiblik degandan keyin dalil nima desa, ma'mur bil amr bin nas, ya'ni Qur'on karimning oyati bilan Alloh taolaniki amr bilan buyurilgan ma'mur, ya'ni mu'min musulmonlarning ixtiyorligi yo'q qilindi. Mana obay o'qigan oyatda ma kana li mu'minin va la mu'minatin idza qadallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim degan oyat. Shu oyat bilan ixtiyor yo'q qilindi, shu sababdan buningdagi nadb iboha degan gap yo'q. Deb uni keyin ikkinchi vastiqaqul va'id li tarikihi, amrni tark etgan odamga nima keldi? Qur'on karimda alohida va'id keldi, tahdid keldi. Ya'ni falyahzaril ladina degan oyat. Yuxalifun an amrihi an
أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Yani Allah Teala'niki Allah'ın Resulü'nün emri fermanıga karşı karşılık kıldıqanlar ular bu dünyada fitne, ahirette dertlik azap yetip kılışıdın hazır eylesin degan nima keldi? Ayet kelganlik uchun mutlaq emir nimani ifodlaydi? Vaciblik ifodlaydi. Uniki üçüncü delilimiz veli dalaletil icmai vel ma'qul. İcma ve ma'qul icma degan gap yani sahabelerinin ve bütün yani usulşünaslarning yani bütün Müslüman alimlerinin icması el-emru lil-vücub degan gap birlikte. El-emru lil-vücub. Mutlaq emir. Yani dalaleten yani delaletil icma degani icmanın özü emas, yani dalalet kılıdı. Bir vasıta bağırlıkta. Bir vasıta var. Yani emir deganning bir narsani talab qilish uchun keldiganligini. Bir narsa talab qilish degan ondan shu ishni qilish tarafi kuchli bo'lganligini, qilmaslik tarafi emas, qilish tarafi kuchli bo'lganligini. Bu shunda aylantirib kelsak, ya'ni emrning vojibligi degan gapniki birlikka kelganligiga keltirib dalolat qiladi. Shuni ko'rsatib turadi. Vel ma'qul aqli dalillarmi shuni ko'rsatib turadi. Aqli dalillar, masalan, xuddi nimada fiil sarf qoidasida morfologiyada masalan daraba desak o'tgan zaman fe'li. Yadribu hozirgi zaman, ketgan zaman. Daribun ism fa'il, madrubun ism maf'ul. Degandek idrib desakcho fe'l amr, amr hodir deb nima uchun qo'yilgan? Ma qo'yilgandimi buyruq uchun qo'yilgan nima jihatimi? Aql jihatini o'ylasakmi? Yeni bir aqliy dalil masalan bir adam bir qulidan bir adam xizmatkor o'zining xizmatkorini falon ishni qilgin deb bo'lsa, bu xizmatkor o'shni qilmasa nima bo'ladi? Bu jazoga loyiq bo'ladi. Demak, shuning hammasi amrniki vojiblik uchun ekanligini ko'rsatib turibdi. Shuning uchun amr mutlaq vojiblik. Bugungi darsimizning asosiy mazmuni mushu. Tushundingmi? Mushuni kalangda asosiy mazmun mushu. Bundan keyin qolgan izohlarni foydalansanglar bo'ladi. Mushu asos, mushu qoida. Xo'sh, endi biz bugun kelgan ash-sharih rahimahullohning sharhi bo'lsa bayonu mujabil amr. Amrning hukmining bayoni. Birinchisida nimani bayon qilgan edi? Amrning o'zini ta'rif qilgan edi. Amrning o'zini amr taraduf emas. Faqat amr degan vujub nimani bu amr vojiblik hukm amrdan va nimadan emas, fe'ldan emas, faqatlam amrdan istifoda qilinadi degan edi. Endi ma'nodacho amrning mujabi degan gap amrning hukmi. Amrdan vojiblik, mubahlik, mandublik emas, faqat vojiblik chiqadi mutlaq amrdan degan bayon deydi. Valamma faraga an nafi taradufi qasdan musannif rahimahulloh amr sig'asidagi taradufni qasdan degan maqsadlik, ya'ni maqsudun bizat qilib, asosiy maqsad qilib nafi, ya'ni inkor qilgandan keyin shara'a fi nafi al-ishtiraki qasdan. Endi nafi amrning ishtirak emasligini, mushtarak emas ekanligini maqsudun bizat qilib, ya'ni alohida maqsad qilib nafi qilishga shuru qildi. Faqal munaq dedi. Ve mujabuhul vujubu lan nadbu vel ibahatu vet tavaqqufu. Yani emrinin mujabi, yani emrinin hükmü, emrinin kelib chiqadigan asar, ta'sir nima bo'lsa hukm. Emrinin hükmü vojiblikdir. Lan nadbu mustahablik emas. Vel ibahatu mubahlik emas. Vet tavaqqufu to'xtab turishmi emas. Buni ham tushundingiz, keyin bizani tushundim. Yani enne mujabal amr, amrniki mujabisi degan amrning hukmi al-vujubu faqat vojiblikdir. Undan boshqasi emas. Indal ammati yani indal amma al-usuliyyun. Yani amnuvi ko'pchilik, ko'p sonliq usulshunoslarniki ko'z qarashida. Lan nadbu mustahab emas. Kama zahaba ilayhi ba'dun. Ma masalani bilib qolganlar bu nima? Ijmo masalasi. Yani usulshunosning ko'p sonliqi birlik kelganda Shafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali deganimiz asosan ko'p sonliq usulshunoslarimiz birlik kelgan masala bor. Beshtiki masala Shafi'larimiz aramizda ixtilof bor. Ya'ni vojiblikning faqat amrdirlam chiqadi degan qoida Shafi'larimiz aramizda ixtilof bor. Ammo ma masalasi amr vojib ifoda degan masala
Aramızda ihtilaf yok. Kema zehebe len nedbu kema zehebe ileyhi ba'du yani bir kısım ulamalar bir kısım usulşünaslar bağandagidek mustahaplik emas bunun hükmü emin hükmü velel ibaha yani bir kısım nimalar bağandak usulşünaslar bağandak mubahlık mu hem emas kema zehebe ileyhi ba'du velet tevakkufu kema zehebe ileyhi ba'dun bazen usulşünaslar bağandak to'xtab turish mu emas xo'sh endi buna benim musannif birden izohlab berdi keyin velel iştiraku lafzan ev ma'nan بين الثلاثة أو الاثنين üçünün arasında ya ikinin arasında buğan ne lafzi iştirak emez ne manevi iştirak mu emez kema zehebe ileyhi akharun yani başka usulşünaslar bağandık ve lem yezkuruhu musannif bunu musannif zikir kılmadı endi sizlarga iştirak lafzi ile iştirak manevini tushuntirib berdim başta iştirak lafzi degan kelimat qur o'xshamasdan qur degan nima hayy bilan faktning o'tirisida mushtarak bo'lgan bir lafz endi yani bir söz desep qo'yilganda 2 ve 2'nin yuqori ma'ni qo'yilganda desep qo'yilganda shunda ataladi mushtarak lafzi mushtarak ma'naviy degan shu desep qo'yilganda bir ma'ni qo'yildi lekin bu ma'ni nima mushtarak uni ichiga oldi buni ichiga oldigan mushtarak ma'ni qo'yilgan desep qo'yilganda bir ma'niga lekin mushtarak ma'niga kelimat inson degandek ya'ni ismu cins mesela ismu cins bu lug'at midad nahu qoidasida ismu cins nima mushtarak ma'naviy bo'la oladi kitap, cebel, tavla degandek narsalar hammasi nima mushtarak ma'naviy bo'la oladi. Endi bu yerda bayna salasati aw isnayn degan gapi bu nima degan gap ishtirok deganda ba'zilar shuning orasida ishtirok degan buni ba'zilar ikkining orasida ishtirok degan shuning orasida ishlamdi ishtirok ma'naviy bo'lganda shuning orasida bo'ladi ishtirok lafzi bo'lganda ikkining orasida bo'la oladi qanday dema desa ba'zilar nima degan amr degan talab amr talab shundir li talabil fi'li deydi li talabil fi'li desa bu yerdagi ishtiroklik qanchalik darajada ishtirok qilyapsizlar ya'ni bizda vujub bor nadb bor ibah bor bu uchun ichida qilishni talab qilish ikkisi bor faqat ya'ni vojiblikni bu ishni qilishni talab qilish bor nima uchun mustahablikni qilishni talab qilish bor lekin ibohati shu yo'q qilsang bo'ladi qilmasang bo'ladi o'xshash yana talab yo'q manda deganlar faqat ikkini o'z ichiga oladi deydi ya'ni endi nimani mushtarak lafzi yo'li bilan faqat ikkini o'z ichiga oladi nima ya'ni amr degan qo'yilganda talabil fi'l uchun qo'yilgan talabil fi'l nimani o'z ichiga oladi vujubni o'z ichiga oladi ibohatni o'z ichiga oladi deydi endi shuni o'z ichiga oladi deganlar ya'ni ishtirok ma'naviy yo'li bilan buni nima degan desanglar amr dastlabki qo'yilgan vaqtida nima talabil fi'l uchun emas balki iznil fi'l ya'ni bir fi'lga ijozat berish ruxsat berish izn berish yo'li bilan qo'yilgan ya'ni amr degan gap nimani bildirdi bizga bu ish ma'zun hadal amru ma'zunun bu ishga izni berilgan bu ishni qilsa bo'ladi degan ni bildirdi bu jihat uchinchisi o'rtaq vujubmi vojibmi qilsa bo'ladi qilish halol nadbnimi qilish halol nimanimi ibohatni qilish halol shuning uchun bu ishtirok ma'naviydir bu deb bunda deganlar ham bor endi demak bularning orasida nima emas na ishtirok lafzi emas na ishtirok ma'naviy ham emas demak bu ikkinchisi talabil fi'l uchun qo'yilgan yoki talabil izn uchun qo'yilgan deganlarmisi nima emas mana buni lafziy ma'naviy debdimi hammasi ma'naviy talabil izn uchun qo'yilganimi ma'naviy ishtirok ma'naviy talabil fi'l uchun qo'yilganimi ma'naviy ishtirok lafziy degani buning o'rtaq tiripi yo'q ayrim bilak ma'na ishtirok lafzida nima o'rtaq ma'nosi yo'q uniki ayrim ma'no qo'yilgan ya'ni mandub boshqa ma'no vujub boshqa ma'no iboha boshqa ma'no mandub vujub iboha uchun qo'yilgan deganlar mushtarak lafziy deganlar bo'ladi lekin ya ikkisi uchun talabul fi'l uchun qo'yilganni ko'zda tutib faqat mubohlik nima mandub bilan vujub deganlar ikkini ko'zda tutganlar
iznul fiil degan tarafini ko'z tutqanlar uchinchisini ko'z tutqanlar. Demak, musannif aytdi buni hammasi emas demak. Tushundingmi? Shuni men 5 ta deb qo'ydim sizlarga. İmsaku zimamul meselede. Mavbat tushunsan bu ders buni mesela. Kema zahaba ilayhi akhar ve lem yezkuruhu musannif. Musannif rahimahullah buni bu iştirak yani iştirak lafzi iştirak manevi diyen gaplarni qilmadi, musannif zikr qilmadi. Nima qadisa li'annahu yufhamu mimma zakarahu iltizaman. Musannif zikr qilgan gapdan iltizam yo'li bilan, lozim yo'li bilan tushuniladi. Masalan, musannif undida ve mujabuhul vujubu lan nadbu vel ibadet ve tavakkuf dedima. Mushgapniki, mushgapning o'zidan ya buniki mushtarak lafzi emas. Ya'ni nadb ibadet vaqti deganda o'z oldiga ayrim ma'nodan bildirgan narsalarni tushunmaydi. Buni mushtarak lafzi emas. Yoki ikkini o'chiradigan shaklda nadb bilan vujubni o'chirolmay, ikkini o'chiradigan shaklda, ya'ni talabul fi'li bilan nadb bilan vujubni o'chiradi degan gap. Buni o'chirolmaydi degan chiqdi. Yoki shuni iznul fi'l yo'li bilan shuni nimani vujub nadb ibodatni o'chiradi degan bu shaklda emas degan gap. Shu matnning o'zidan lozim yalzamu min hada. Yalzamu min hada al-matn hada al-ma'ani. Yani mushtarak lafzi emas, mushtarak ma'naviy emas degan gap lafzdan lozim keladi. Shuning uchun nima qilmadi uni? Ay alohida bayon qilib o'ltirmadi deydi. Tushundingmi? Bu yerda ishtirok degan gapni tilg'ami deymiz musanif shunga. İştirak degan gapni ve mujabul vujubu lan bu deb ishtirok tilg'amidi. Nima ishqa? Tilg'amisimu tigidan ma'nisidan alohida chiqqanligi uchun. Endi xo'sh, endi sizlarga 5da ular nadb ahli bo'lgandek emas, ibaha ahli bo'lgandek emas, tavaqquf ahli bo'lgandek emas deganma. Endi sizlarga birdan nadb ahlining dalili nima, ular nima deydi? İbaha ahliniki dalili nima, ular nima deydi? Tavaqquf ahlining dalili nima deydi? Tafsir tushuntirdim. Fa ahlun nadb mundaq deydi. Al-amru lit-talab. Amr degan talab uchun, talab al-fi'l. ishni qilish uchun talab. فلا بد أن يكون جانب الفعل فيه راجحا حتى يطلب. Endi anda bo'lgandan keyin bir ishga amr qilish degan bir ishni qiling degan gap talab uchun bo'lgandan keyin buningda bu talabda shu qilish tarafi nima bo'lish kerak? Rojih bo'lish kerak. Hatta yutlab degan gap talab qilinishi uchun bir ishni qiling degan gap kuchli bo'lish kerak. Ya'ni bu demoqchi bo'lgan gapi nadib emas degan nadibchilarga qarama-qarshi. Bir ishni qiling degan gap qismimi bo'ladi, qimsimi bo'ladi degan gapni bildirmaydi bu. Ondan chuqur qiling degan gapni bildirdi. Ammo endi buning ikki tarafi bor. Qiling degan gapning yuqori tarafi va tuvan tarafi bor. Eng tuvan tarafi qilsangiz yaxshi bo'ladi. Yuqori tarafi qilmasang bo'lmaydi, qilishing kerak. Endi qilsangiz yaxshi bo'ladi degan gap bilan qilmasang bo'lmaydi degan gapdan eng tuvanni olsak, eng tuvanni tutsak tuvan tarafini qilsangiz yaxshi bo'ladi degan gapni tutsak bo'ldi. Bizga yana qilmasang bo'lmaydi degan gapga bir alohida bir nima kelish kerak. Yana bir qarina kelish kerak. Qarina bo'lmagan holatda shu qismimiz yaxshi bo'ldi degan gapni tutsak biz eng tuvan tarafini tutgan bo'lamiz. Xolos bo'ldi deydi kimlar? Ahlun nadblar. Endi ve hâzâ ke kavlihi ta'ala. Mana bu Allah Teala'nınki Kur'an-ı Kerim'deki fekâtibuhum in alimtum fihim hayra. Yani eğer ularda birer yaxşılıkni bilsanglar fekâtibuhum. Ular bilan nima qilinglar? Mukatab. Yani kitabat qilib xat yozsanglar yaxshi bo'ladi. Xat yozsanglar yaxshi bo'ladi. Mishadagi katibuhum degan oyat mukatab qilish uchun tushgan oyat masalan. Qo'llanishidan agar qullar xo'jayin bilan men pul tepib, o'zimni sizni pul to'lab, o'zimni ozod qilsam bo'ldi desa, agar bunda bir manfaatni sizlar uchun va qullar uchun va sizlar uchun bir manfaatni bilsanglar, nima qilsanglar, mukattiba qilib, xat chek qilib yozib qo'ysanglar, yaxshi bo'ladi. Mishaydagi amr nimani bildirdi? Nadib uchun, mustahab ya'ni. Mishad xat chek qilib qo'yishinglar nima? Mustahab. Farz vojib emas. Yoki nima emas? Anaqa yoki mubah emas. Da'vat. Endi xo'sh, mana dalilim shu. Mustahabchilarning. Va ahlul ibaha. Endi ibahchilar. Mubahchilar nima deydi?
Yekulun deydiler ki inne ma'ne talebi en yekune me'zunen fihi. Talebnin manası en yekune me'zunen fihi. Yani şu işqa izni verilgen buluşudur. Evet dedim bu talep degenin manası nima? İznul fiil. Bu işni qilsang sana halal, ruhsat, icazet degan gapning manası. Ve la yekunu haraman, yani haram bo'lmaydi. Bu ishni qilish haram bo'lmaydi. Ve adnahu vel ibaha. Yani bu ishni qilsang halal degan gap vacip deganda bu halal ishni vacip bo'ladi. Sunnatni bu halal ish vacip bo'ladi, sunnat bo'ladi. Nima mubahni bu halal ish nima? Mubah bo'ladi. Shuning uchun eng tuvanchi tariqa qasi bilan ibaha, mubahlik. Shu tuvan tebin deymiz. Yuqori tebin deyish uchun cho'qim bir qayina kirish kerak. Deydi. Ve hada ki kavli Teala bu Allah Teala'nınki fastadu diyen kavliga o'xshaydi. Masalan, fa iza halaltum fastadu ve iza halaltum fastadu. İhramdan çıksanlar o oğlanlar degeni yani ihramdan çıkkanda o oğlasanlar buludu degan buludu. Demek bir şeydi ki muş emelin o'zi nimaga chiqqan mustahab nima mubahni ifodalagan deydi mubahchilar. Vel mutavaqqif to'xtab turuvchilar bor. Bular nima deydi desa innal amra yusta'malu li 16 ma'na. Amr 16 xil ma'na uchun ishlatiladi. 16 xil ma'na uchun. Kel vujub, vojiblik, ibaha, mubahlik, nadb, mustahablik, tahdid, ta'jiz, ojiz keltirish, irshad, tasxir va g'ayri zalik. Buniki boshqa 16 xil ma'na uchun ishlatiladi. Nima? Bu amr. Bu 16 xil ma'na uchun ishlatiladi. Fama lam taqum qarinatun ala ahadiha lam yu'mal bih. Madamiki shu 16 xil ma'noning biriga qarina dalolat barpo bo'lib turmasa, bu amalga amal qilinmaydi deydi. Endi sizlarga bu 16 xil ma'noni ayirmaydim deb bilamiz. 16 xil ma'noni. 16 xil ma'noniki birinchisi vujub. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda aqimus salah. Aqimus salah degani nima uchun kelgan? Vujub uchun kelgan. Bu yerda vujubni ifodalaydi. Endi ibaha deganimiz uchun desa, ibaha deganimiz fayda halabtum fastadu degan ibaha uchun kelgan amr. Nadif uchun degani katibuhum degandiki nadif uchun. Tahdid deganimiz uchun masalan Alloh taolo Qur'oni Karimda i'malu ma shi'tum desa, xolig'ini faman sha'a falyu'min, faman sha'a falyakfur. İ'malu ma shi'tum, xolig'ini qilinglar degan tahdid bu. Do'zax tayyorligiga masalan. Xolig'ini qilsa do'zax tayyor. Undan keyin ta'jiz. Bu kaçıncısı? Beşincisi ta'jiz. Aciz getiriş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de fa'tu bi suretin mislihi. Aciz getiriş. Kur'an kafirlerini aciz getiriş için yaman bolsanız da pasaydık olgandan keyin şu Kur'an o'xshaydigan bir Kur'an'ı men getirip bakыңlar. Şu Kur'an'ın suresi o'xshaydigan sureni men getirip bakыңlar. Bir ayet getirip bakыңlar deb getirilmedi. Bunu va emr ta'jizi deb ataladi. Endi emr 6-cısı emr irşadi. Emr irşadi deganimiz mesela ve eşhidu zevi adlin minkum. Emr irşad yapın. Mesela adaletli adamlardan ikki odamni guvohchi qilinglar degani amr irshadi. Endi sizlarga amr irshadi bilan amr nadbiniki ikkisining nima farqi borligini bilishinglar kerak. Ikkisining farqi amr nadb deganimiz nima? Oxiratdagi savob uchun. Nadb ma'ish mustahab desak, faqat ham savob bo'ladi, oxiratda savob bo'ladi deganini ko'rsatadi. Amr irshadi decho, bu qismimiz yaxshi deganimiz, ya'ni bu dunyolik manfaatimiz yaxshi. Bu dunyodagi manfaat yaxshi. Yani adalet edilmiş işkini guvohchilik qilsangiz keyin chataq chiqmaydi degan gap. Amr irshadi bilan amr nadbiniki farqi nima? Amr nadbi nima uchun bo'ladi? Oxiratdagi savob uchun. Amr irshadi uchun bu dunyodagi manfaat uchun. Shuni farqi bo'lsa bo'ladi. Buniki 7-cisi amr tasxiri. Amr tasxiri. Amr tasxiri degan kunu qiladatan xasiin masalan. Qur'on Kerimda kunu qiladatan xasiin dedi Alloh taolo. Mesela maymun, ziyankar maymun bo'lib ketinglar dedi. Bu nima? Ammo bu amr vojib uchun emas bu yerda. Gel sunnat uchun emas, iljoda emas nima? Amr tasxiri. Alloh taolo ularni musahhar qilyapti degan gap. 8-cisi amr imtinani. Amr ihsani desam bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo kulu mimma razaqakumulloh. Alloh sizga rizq bergan narsadan yanglar degan bo'lsa, uni nima bildirdi? Ya'ni Alloh taoloniki, ya'ni Alloh taologa minnatdorlik bildiringlar. Allah Teala size ihsan kıldı. Deyip Allah Teala'nın ihsanını bildirgan emir. Endi 9-cısı emir ikrami, ikram. Emir ikram da bir ikrami var. Mesela Allah Teala'nın udhuluha biselamin aminin. Cennetke. Mesela
Vedhuli cenneti. Diye kalsanlar şadımı şu ayetlerden hemisi nemini bildirat sizga. Yani cennetki xotirjam bo'lgan holatda salomatchilik bilan kiringlar degani, yani buyruq emas. Bu nima degan? Amr ikrami, izzat hurmat. Tafaddal, marhamat qilsa degan. Nima? Tafaddalu degandek mesela. Undan keyin amr nima ihanat qilgan amr bormi? Amr ihana deydi. Amr ihana deganimiz shundaki masalan Allah Taala qo'yganimiz zuq fa innaka antal azizul nima kalimamda davzaqlik zuq tatlı temine. Neminden sen yaman edesiz dünyada aziz, yaman hürmetlik, bekbir, eşemetlik edemedin bir tedirgin azap demine. Def zuk deydim hiç etkilemeye. Emir ihane de batırılmış. Emir ihane. 11'incisi emir tesviye. Emir tesviye diye mesela fasbiru ev la tesbiru. Selamun aleyküm. Sabır kılınarak sabır kılınan tezakkili verirseler. 13'üncüsü emir dua. Emir dua mesela. Allahümme gfirli. Diyen emir dua. 13'üncüsü emir temenni. Emir temenni. Temenni diye mesela ya maliku ve nadav ya maliku liyakdi aleyna rabbuk. Ey devzakı muhakkak oluşta sizin perverdigarın ve sana ne kılsın? Bizge hüküm kılsın. Hüküm kılın. Bir hüküm kılın boş kaç. Ey ben işte Allah Teala bizim hakkımız bir hüküm kılın boş kaç ki diye benim temenni. Temenni. Emir temenni dediğimiz var. 14'üncüsü emir ihtikar. Emir ihtikari. Yani Musa Aleyhisselam mesela Firavun'un sergilerine dedi ulan hakaretle elqu ma entum murad ne mana taşlama taşakın açınız ne? Ya bu taşlama göp bakay diyen bu. 15'incisi emir tekvini. Emir tekvini. Emir teşri'i, emir tekvini işkilese. Emir tekvini Allah Teala'nın emir çoğun cihet çıkıyor. Bir emir tekvini, bir emir teşri'i. Emir teşri'i degende bizge vacip bulundu. Emir tekvini çoğu Allah Teala kun degan emri bilan kun feyakun. Allah Teala kun degan bilan qat'iy bulundu. Bunun da Allah Teala emir tekvini bilan bizni sual so'roq tatmaydi. Emir tekvinidan bizni sual so'roq tatmaymiz. Emir teşri'i bilan çoğu sual so'roq tatmaymiz. 16'ncısı emir te'dibi. Emir te'dibi. Mesela Peygamber Aleyhisselam İbn Abbas radıyallahu anh dedi ya gulam kul mimma yelik. Tamakni aldın dünyadagini nima? Emir te'dibi. Bu emir te'dibi bilan emir nedibni farqini bilsanglar. Tamakni aldın ishdegan gap yani emir nedibida oxirat savob bo'ladi. Tamakni aldın ishda adab axloq. Adab axloq bo'ladi. Bu dunyodagi adab axloq bo'ladigan gap. Farqi shu. Tushundingizmi? Lekin emir nedibiga yaqin. Mana demak qanchada emirdan qanchadan chiqadigan qarindoshlar? 16 dana ma'ni chiqadi. Mutavaqqifchilar nima deydi? O'sha 16 ma'ni bini dalolat qiladigan qarinat kamigacha biz to'xtab turibmiz, amal qilmaymiz deydi. Xo'sh, endi buning amiga javob berdim senlar. Va indana al-wujubu haqiqatul amr. Vojiblik amrning haqiqiy ma'nosidir. Amrning majoziy ma'nosi emas. Yuqorida so'zlab o'tganning hammasi nima? Hammasi majoziy ma'nolar. Amrniki majoziy ma'nolari. Bizdeki vaciblik dediğimiz en birinci ma'no nima? Haqiqiy ma'nosi. Majoziy qachon aqlab o'tiladi? Haqiqat ma'nosini aytish mumkin bo'lmagan chog'da majozni aqlab o'tamiz. Haqiqat ma'nosini aytish mumkin bo'lgan chog'da majozni aqlab o'tilmaydi. Fayuhmalu alayhi mutlaquhu. Unda bo'lgandan keyin uningga mutlaqul amr, hech qanday qarinasiz kelgan mutlaqul amr nimaga haqiqiy ma'nosiga hamla qilinadi. Ma'lam taqum qarinatan ashuni xilofida qarama-qarshi bo'lgan qarina barpo fitasab turmasa. Va idza qamat qarinatuhu agar buni qarinasi fitasab tursa yuhmalu alayhi ala hasabil maqam. Maqam e'tibori bilan shuningga shu qarini bo'yicha shu ma'niga hamla qilinadi, shu ma'niga yetkaziladi deydi Musannif rahimahulloh. Endi savaun ya'ni bizniki amrniki mujabisi hukmi vojiblik degan gapimiz bu qoidamiz usulimiz savaun kana ba'da al-hadr aw qablahu. Bu amr xo'y nimadan keyin kelsin? Hazr. Cheklanib bo'lgandan keyin kelsin yoki cheklanishdan burun kelgan bo'lsin, o'xshash vojiblikni bildirib Mutaalliqun bi qawlihi ya'ni ma'niki savaun degan so'z musannifniki va mujabuhul vujubu degan so'zga mutaalliq. Shu uzunlam nimaga qilamiz? Va mujabuhul vujubu savaun kana ba'da al-hazr deb o'qiymiz ulab. Yani lan nadbu va ibad va tawaqqufu unum emas.
Onun bilan alaqasi yo'q. Faqatlam nimaga bog'lanishlar va mujibuhul vujubu savaun kana deb o'ylagan gap. Va raddun ala man qal musannifning bu so'zi bunda degan odamlarga raddur, raddiyadur. Ya'ni Shafi'iylar bunda deganlar bor. Innal amra ba'da al-hadri lil ibaha. Amr hazrdan cheklanib bo'lgandan keyin kelsa, bir amr dastlabda amrdan burun vujubni ifodalasa, hazrdan keyin cheklangandan keyin nimani ifodalaydi? Cheklanib bo'lgandan keyin qayta o'sha amr kelsa, ibahatni ifodalaydi deydi. Va qablahu lil vujub. Undan burun vojibni ifodalaydi ala hasabi ma yaqtadihi al-aql wal 'ada. Yani aql ve adet taqozo qiladigan narsaning e'tibori bilan deydi. Ki kavli Teala mesela Allah Teala'nın kavli o'xshash ve idha halaltum fastadu. Allah Teala'nın bu kavlida sizlar ihramni yeyishsanglar, o o'lasanglar buludu degan kavlida nima degan asli mayada ibahni ifodali bu amr. Bundan burun sizlarga ihramni chiqinglarda o o'lash harom qilindi deb cheklangan. Endi chekla hazirdan keyin kelganlik uchun ma amrni bo'ldi. Mubah uchun bo'ldi deydi İmam Şafii'larning bir qismi. Ve nahnu naqul biz deymiz ki innal vujuba ba'dal hadr. Vaciblik emirden çıktığı vaciblik hazirdan keyin mi cheklangandan keyin mi aydan musta'malun fil Qur'an. Qur'oni Kerimde hazir cheklanib bo'lgandan keyin mi vaciblik holatda nima ishlatilgandir. Ki qavlihi ta'ala mesela Allah Teala'nın fa idan salaqal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum. Allah Teala'nın dedi yani urush haram kılınan aylar çıkıp ketganda müşriklarni öldürünler. Haythu vecettumuhum. Tapkan yerde öldürünler müşriklarni dedi. Mişşerdeki bu ayet kaydıgan bolsak 5 tane muqaddimda sizlarga ashurul hurrimat alaykum ashurul sizlarga urush haram kılınan aylarda urush qilish nima qilindi haram qilindi deb 5 ta cheklangan. Uni kenidan ma ayet kelib cheklameden keyin keldi. Lekin cheklameden keyin kelsa-mu yana qanday bo'ldi? O'xshash. Vojibni faqtulu degan so'zning o'zini o'xshash vojibni ifodalaydi. Shuningizmi deydi. Ma'bul dedi. Va ibahatu fi qawli ta'ala amdi. Ma buniki ikkinchi dalilimiz bu raddiya qaytadigan. Shafiilarning bir qisminiki. Alloh taolaning qavlidiki va idha halatum fastadu degan oyatdagi ibahat mubahliq lam yufham min al-amr. Bu mush amrning o'zidan tushunilmadi u. Sizlar ihramni yeshilganda o o'lsanglar buludu degan bu mubahliq ma amrning o'zidan tushunilmadi bu ma'no. Balki nereden tushunildi? Bel min qawlihi ta'ala. Balki Allah Teala'nın uhilla lakumut tayyibat. Ama bu qalina bu. Qalina lafziye de batırıldı. Bu qalina lafziye Allah Teala'nın ki sizlarga tayyibatlar halal qilindi, pak narsalar halal qilindi degan oyatda sayt buni qatardi. Minat tayyibat. Sayt minat tayyibat demak biz ashu ve idha halatum fastatning asli ma'nosini bo'ladi. Asli ma'nosi vacib bo'ladi. Ya'ni ihramni yechilganda nima qilinglar? O oluşumlar kerak degan ma'noni ifodalaydi. Lekin ba'zi qalinasi-chi uhilla lakumut tayyibat degan qalina buni asli haqiqiy ma'nosini iroda qilishni nima qildi? Tusib majoziy ma'noga o'tkazib nima qildi? Nima ibah degan ma'noni berdi. Ya'ni sizlar ihramdan yechilgandan keyin asli halol bo'lgan uni olsanglar buludu degan ma'no berdi. Endi va min anna endi ma qalina lafziya ibatiki qalina naqliya ma deganimiz ma endi qalina aqliya ham bor bunda bu masalada qalina aqliya ham bor. O qalina aqliya bo'lsa va min anna al-amra bil istiyad inma waqa'a minnatan wa naf'an lil ibad. Deyadiki o ulashishga bo'lgan amr bandalarga nima uchun bo'lgan? Minnat qilish, ihson qilish va ular bandalarga foyda yetkazish uchun bo'lgan amr bu. Anladın? Va idha kana fardan agar bu o'lash ihramni chiqib o'lash farz bo'lib qolsa fa yakuna halajan alayhim. Bu chaqda ularga nima bo'ladi? Halaj. Ularga bir qiyinchilik, jafo mushaqqatlab qoladi. Siz yo'lni qilibdan o'lansak, qulog'imni tiqlab ma'amsa chaqda. Hammadan o'lolmoqchi. Nerede o olaydi? Bu hammadan jafo olmamdi. Demak aqli qalina ma. Aqli qalina 5 cho'ng naqli qalina. Chunda Hanafi mazhabini qanday kuchliligini bizning mazhabniki usul bilmagan odam meni uqmaydi. Usul degan ajoyib muhim narsa. Ve idha kana fardan fayakunu hajjan alayhim. Fayanbaghi anda bo'lgandan ay yakuna al-amr inda al-itlaq al-wujub. Anda bo'lgandan amr mutlaq keltirgan chaqda vojib uchun bo'lishi loyiq bo'ladi va inma yuhmalu ala ghayrihi bil qara'in wal majaz. Ya'ni vojiblikdan boshqa ma'nolarga
kaliniler bilen ve mecaz yolu bilen nima kılındı o? Hamle kılındı o. Deydi. Thumme şer'a fi bayani delailil vücub. Andakin vaciplikning delillerini bayan qilishga shuru qildi. Demek sizlarga hem de kısaca bir malumat kelgan bo'ldi. Hem de bunun delillerini inşallah oldingi dersimizde bilamiz. Yani demek bizlik bugungi xulosatul kalamdan bo'lgan bo'ldi. Amr yalg'iz mutlaqil amr vojiblikni ifodalaydi, mustahablikni, mubahlikni, to'xtab turishni va shu 18 xilni hamma emas. Amrniki vojiblik degan hukmi asli ma'nosi, amrning asli ma'nosi, haqiqiy ma'nosi. Qolgan 15 xil ma'no hammasi shu majoziy ma'nosi. Shu haqiqiy ma'noni iroda qilishga mumkin bo'lmagan chaqda undan keyin boshqa ma'nolarga o'tiladi. Uningda ya'ni qarinalarga qaraladi. Demak, bizning davatimiz hozir amr degan faqat vojiblikni ifodalaydi degan emas, ya'ni mutlaqil amr faqat vojiblikni ifodalaydi. Qarina kelgan vaqtida shu qarinaga qarab turib boshqa ma'nolarga hamla qilamiz. U boshqa ma'nolar hammasi majoziy ma'no. Mushu qoida bo'yicha shukrimiz deydi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.